Tushda salfetga ko'rishning ta'birlari. Tushda salfetga ko'rish odatda poklanish, muammolardan qutulish va biror narsani tartibga solish ramzi hisoblanadi. Qayg'u yoki bezovtalikka, yangi, toza sahifa ochishga, kim bilandir kelishib olish yoki adovatni tugatishga, hayotingizdagi tartibsiz vaziyatni tozalashga, niyatlaringizni poklab, yaxshi yo'lga kirishga ishora bo'ladi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.